Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana high-tech pecha darvozamiz tayyor bo'lib qoldi. Hamyonbop darvozalarimizda bu darvozamizni lislari buruch, oltiga to'rlari 1,5 stenada. Hop, nejavikasiz variant mana bu joylariga kraskadan chep chiqarib berganmiz. Xudo xolasa cho'tki, ikkita yoni 8 ga 8, taglari shivilli, tepalari 8 ga 6 bo'lgan. Bu navbatdagi lisli darvozamizni ko'ring. Bu 8 listdan tayyorlangan. Oldi buruch 2 qavat variantda bo'ladi. Mana bu joylarini shumka qilganmiz. Ko'ryapsiz. Buni ikkita yoni tagi shivillarda bo'lgan. Xudo xolasa xizmati o'ta darajasi kuchli, yuqori. Xudo xolasa cho'tki xizmat qiladi. Ranglariga e'tibor bering, mana ishlovlar. Mana bu gulimiz lazerga o'xshab chiqadi, ko'rib turganingizdek. Endi navbatdagi darvozamizni ko'radigan bo'lsak, navbatdagi darvozamizni 19 da tayyorlangan. Mana bu yerlarga skvachni qilib berilgan. Xolasa cho'tki variantda chiqqan. Navbatdagi darvozamiz mana xuddi qora sepilgani, mana bu safar nejavik variant. Nejavik ko'rib turganingizdek. O'yinida qolsa cho'tki chiqqan. Yani buruch listdan tayyorlangan, ikkita yoni tagi shivillar bo'ladi. 1 kvadrat metrini 700 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki so'mga qilib beramiz. Ekranda nomerlarimiz chiqadi, bemalol aloqaga chiqasizlar.